xonaga 4 xona Yevro remont, Yunusobod 6-kvartal. Shundoq posolstvodan o'tasizlar, huzur gostinitsa mana yo'l ham ko'rinib turibdi. 50 metr, 100 metr kirasizlar. Fransuzskiy 4 xona remontli 4-qavat. Endi ichlarini ko'rsataman, yuringlar. 4-etajga chiqdik. Xavotir olmanglar, tomlari yopilgan, hammasi profnastillarda yopilgan. Mana yangi remont, svetli remont qilingan 4 xona. Xo'p, bet kiraverish. Endi mana yog'imizda mana hojatxonasi mana. Mana oshxona, mana balkonga gazda chiqilgan, mana bu o'zingizlarning yoqtirgan vkusingizda kuxnya qilib olasizlar. Xo'p, fransuzskiyni zalini bilasizlar, mana 5 ga oldi katta zal, mehmon kutadigan. Mana oldida mana bu 21-maktab, yonida shundoq bog'cha, joy zo'r joy. Xo'p, mana vanna, kafellar qilib, chiroyli vannalarni qo'yib qo'yishgan. Xo'p, endi ketdik mana bir chekkadan mana spalniyaga ketgan. Romlarni almashtirib, batareyalarni ham mana yangicha chugunliklarni qo'yishdi mana. Mana keyingi spalniyamiz. Xo'sh, bu yerda o'zi umumiy maydoni 182 kvadrat. Xo'p, mana bu katta spalniya bo'ladi. Remonti zo'r, tom profnastilda yopilgan 6-kvartal. Shundan huzur gostinitsani prem orqasi yo'l yaqin, maktab, bog'cha infrastrukturasi zo'r. Narxi 82 ming. Egalari nomeri aloqaga chiqinglar, baraka qilinglar, jo'natinglar kimga kerak bo'lsa, tamom.